Nima gap? Mana bu mushtumzo'r o'qituvchini qayerdan topgansiz? Nega mushtumzo'r? Kim uribdi? O'g'limni, Nabiyev Sardorni qo'liga lineyka bilan uribdi. Voy, yomon bo'pti-yu. O'g'lingizni travmatologiyaga olib borarmiz. Qo'lini tekshirtirarmiz. Yana gangrena bo'lib ketmasin. Asadilla aka. Nimaga urdingiz? Darsdan o'zlashtira olmaganligi uchun. Dadasini 3 marta chaqirtirdim, lekin kelmadi. Mani bekorchi vaqtim bormi senga? Mana bor ekan. Kelibsiz-ku. Shoshmang. Siz boshida o'g'lingizni olib kelganingizda nima deganingiz esingizda? Bola imtihondan to'g'ri o'tolmadi. Lekin xavotirga o'rin yo'q. Yaxshilab ishlasak, natija berishi mumkin. Domla haligi eskilar aytadi-yu, go'sht sizniki, suyagi bizniki deb. So'ksangiz ham, ursangiz ham mana shu bola sizga. Bizga odam qilib bersangiz bo'ldi, domlajon. Esladingizmi? Qonunlarimizdan bexabarmisizlar deyman. O'quvchini urgan o'qituvchi. Xullas. Ishdan bo'shatasiz mana buni. Asadilla aka, siz gapingizni o'ylab gapiryapsizmi? Men bu o'qituvchini Buxorodan olib kelganman. Siz o'g'lingizga o'xshagan bolalar yaxshi o'qisin deb olib kelganman. Bu o'qituvchi shaharda bitta. Bu shaharda bitta bo'ladigan bo'lsa, mana o'g'lim dunyoda bitta, shuni bilib qo'ying. Tez bu o'qituvchini bo'shatasiz. Bu millat o'tmishda o'qituvchini rosa xorladi. O'qituvchiga paxta ham terdirdi, ko'cha ham tozalatdi. Qayerda qarzi chalib o'tirishga odam kerak bo'lsa, o'qituvchini olib borib o'tkazib qo'ydi. Mana endi oqibatini ko'ryapmiz. Asadilla aka, sizdan iltimos. Yurt kelajagi uchun. Bunaqangi balandparvoz gaplarni yig'ishtiring. Tez mana bu o'qituvchini statiya bilan bo'shatasan. Bekzodjon, iltimos, shu yerda to'xtataylik. Men hoziroq arizam yozaman, o'z xohishim bilan ishdan bo'shayman. Qanaqa ariza? Statiya bilan bo'shatasan. Endi nima qilmoqchisiz? Statiya bilan ishdan bo'shatilgandan keyin baribir hech qayerda ishlay olmayman. Shunga Rossiyaga ketmoqchiman. Bu odam baribir meni tinch qo'ymaydi. Qanaqa Rossiya? Siz bizga keraksiz. Xullas bunday qilamiz. Sizni o'z arizangizga ko'ra ishdan bo'shatib, oshpazga yordamchi qilib ishga olamiz. Iltimos, meni to'g'ri tushuning. Shunga majburman. Men ovqat qilish bilmayman. Siz ovqat pishirmaysiz. Xo'sh bolalar, qalay bo'lyapti? Yo'q, menga qarang. B3 ga teng emas. 3.14 ga teng. To'g'ri. Hozirlarda hammasi zo'r, молодец. Menga qara Mirsaid. Men bu baklava bilan choy ichganda qorningni to'qlab, diqqating bir joyga jamla. Sen olimpiadaga borishing kerak, zo'r matematik bo'lishing kerak, eshitdingmi? Davay. Ustoz. Men bo'ldim, menikini ham tekshirib bering. Ustoz, qanaqa ustoz? Ustoz emasman. Men oshpaz yordamchisiman. Mendan shirinlik so'ra, choy so'ra, ovqat so'ra. Misol so'raysan? Men ustoz emasman. Men oshpaz yordamchisiman.